Bir so'mpilsiz mana shu qo'limdagi benzapilani sizga tekinga berib yuboraman. Faqatgina mana shu videoga hoziroq bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omadni yozib qoldirib qo'ying. Mana shu turdagi benzapilalardan biri yokida 30 litrli dori sepadigan apparatdan birini bir so'mpilsiz tekinga yutib olish imkoniyatingiz bor. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, mana shu turdagi sovg'alar va 100 xildan oshiq sovg'alardan birini bir so'mpilsiz tekinga yutib olish shartlarini to'liq ma'lumotini tanishtirib o'tamiz akalar. Agroservis do'konlarimizda ko'pchilik akalarimiz so'ragan 17 ot kuchli gidravlikalik motoblok so'ragan akalarimiz uchun motobloklarimizni gidravlikalik variantlardan 10 tomon ruchkani bossangiz 10 ga, chap tomon ruchkani bossangiz chap tomonga yengil 360 gradusga burila oladigan gidravlikalik motobloklarimizni har xil variantlardan yetib keldi. Hozir bu motobloklarimiz va motobloklarimizga qo'yilgan agregatlarimizni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimga mana shu turdagi motobloklar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bu motobloklarimiz o'zi nima ishlar qiladi degan akalarimiz uchun motobloklarimiz yordamida e'tibor berishingiz uchun mana shunday oldidagi frezalar yordamida yerlarni haydashda, agatlarni olishda, kultivatsiya qilishda va undan tashqari yerlarni molalashda, taqib yerlarni ag'darishda ham foydalanishlaringiz mumkin. Aravalarda ulab 1 tonnadan 3 tonnagacha bemalol yuklarni ham tashish imkoniyatlaringiz bor. Bu motobloklarimizni ko'pchilik akalarimiz biladi, sifat tomonlama, quvvat tomonlama eng katta benzinlik motobloklar bo'ladi. Motoblogimizning ma'lumotlarini tanishtirishdan boshlaydigan bo'lsak, Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan TH motoblogimiz akalar 17 ot kuchli 192 motorlar bilan ishlangan varianti hisoblanadi. Motoblogimizda ham stator orqali kalitda, xohlaganlar zavodnoy orqali ham yurgizib ishlatsangizlar bo'ladi. Motoblogimizda yoqilib o'tirib benzinli bo'lganligi uchun 5 litrli katta benzin boklardan qo'ydirib olib kelganmiz va motoblogimizda soatiga 700 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qiladigan karburatorlardan ham qo'ydirib olib kelganmiz. Bundan tashqari motoblogimizda oldiga LED faralar bilan jihozlangan akkumulyatorlari ham Gelvi yaxshi akkumulyatorlardan qo'yilgan bo'ladi. Motoblogimizni yuragi hisoblangan motorini 192 eng katta benzinli motorlardan qo'yganligimiz uchun reduktorlarni ham usulini qildirib tayyorlatib olib kelganmiz. Bizning do'konlarimizda hozirgi paytda 450 tali va 650 tali va 550 tali variantlari bor. Bularda e'tibor beringlar, ichki tomon shesterni o'qlari va undan tashqari bloklarini sifatliroq qilib, baquvvatroq qilib, moshinroq qilib olib kelganmiz. Motobloglarimizga shuning uchun 1 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Motoblogimizga qo'shimcha sifatida orqasiga qishloq xo'jaligi vomlarigacha bor. Bu vomlariga rotorni kasilcha, jatkalar, suv nasos va karter apparatlarni ham ulab ishlatishlaringiz mumkin. Motoblogimizda pastki tomon mos qismiga ham bitta ahamiyat berasizlar. Mos qismi ham qalin moslardan foydalanilgan bo'ladi. Ichki tomonlarda qo'shimcha shesternalari bor akalar. E'tibor bering, bu motoblogda boshqa motobloglardan farqi 10 tomon ruchkani bossangiz 10 ga, chap tomon ruchkani bossangiz chap tomonga yengil burila oladigan gidravlikalik motoblog bo'ladi. Motoblogimizda oldiga ikkita skorisi bor, orqaga bitta skoris bilan jihozlangan bo'ladi. Bundan tashqari motoblogimizga qo'yilgan agregatimiz universalni chizilimiz bo'ladi. Bu universalni chizilimiz yordamida 50, 60, 70, 90 agatlarni bemalol kultivatsiya qilishda razmerlarga o'zgartirib foydalanishlaringiz mumkin. E'tibor bering, razmerga o'zgartirish ham juda ham oson. Bemalol agatlarni olish va kultivatsiya qilishda, kartoshkalarni kavlashda foydalanishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda mana shunday agregatlarimizga har xil variantlari bor ekan. Xohlasangiz agat oladigan, xohlasangiz kultivatsiya qiladigan, xohlasangiz kartoshkalarni kavlash uchun mana shunday agregatlarimizdan olib kelib qo'yganmiz. E'tibor bering, bu motoblogimiz
650 taligi, bu motoblogimiz esa 450 talik korobkaligi. Endi akalar 650 ta va 450 talik korobkalikning farqi motorlari bir xil 192 motor bo'ladi, lekin reduktorlarini bundan ko'ra usulinliroq qildirib tayyorlatib olib kelganmiz. Bu motoblogimiz uchun 2 yildan garantiyalarni qilib beramiz. Nima uchun deydigan bo'lsa, sifati yaxshi chiqadigan motoblog uchun bemalol qo'rqmasdan garantiyalargacha qilib beradi. Shu joylarga ahamiyat beringlar. Motobloglarning o'zida mana upakovkasida ham 1 yildan garantiya deb yoziladi. Lekin bu motobloglar uchun bemalol 2 yildan garantiyalargacha qilib beramiz. Qo'rqmasdan olishlaringiz mumkin. O'z uchun foydalanish uchun, og'iz bo'ladigan bo'lsa, ekin bilan postoyanli shug'ullanadigan bo'lsangiz, eng katta usulinli variantlardan olishlaringizni tavsiya beraman. Bu motoblogimizda rotorni kasilka va jatkalarda ulab ishlatganingizda ham juda ham sifat tomonlama ishlashida anchagina farqi bo'ladi. Yaxshiroq, sifatliroq ishlab bera oladi. Bundan tashqari bu motoblogimizda e'tibor berishlaringiz mumkin. Satelitli varianti bo'ladi. Bunda ham gidravlikali bo'ladi. Buni endi gidravlikalari anchagina yaxshi qilib ishlangan bo'ladi. Bu 360 gradusgacha bemalol burilish imkoniyati bor ekan. 650 talik korobkaligi mana shunday bo'ladi. Bundan tashqari motoblogimizda qo'yilgan pastki tomon moslari ham 450 talikga nisbatan anchagina baquvvatroq qilib ishlangan bo'ladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bundan tashqari troslari tomonlama, rollari tomonlama anchagina baquvvat qilib ishlangan. Bu motoblogimiz ham bemalol oldiga ikkita, orqaga bittadan skorslar bilan ishlaydi. Eng katta usulinli variantini olaman degan akalarimiz uchun 650 talik korobkali variantlardan olishlaringiz mumkin. Agarda oddiyroq variantlari ham bo'laveradi desangiz, 450 talik va 550 talik variantlari ham bor. Bemalol kelib ulardan ham xarid qilib olishlaringiz mumkin. Bular uchun 1 yildan garantiya qilib beramiz, bular uchun esa 2 yildan garantiya qilib beramiz. 650 talik korobkali variantlariga. Undan tashqari orqasida turgan agregatimizni ham tanishtirib o'tib ketamiz. Bu agregatimiz agat oladigan bo'ladi. Universalni 50, 60, 70 agat oralarini bemalol kultivatsiya qilib bo'lganingizdan keyin jo'yaklarni olishda foydalanishlaringiz mumkin. Hozirgi paytda mana shunday agregatlarimizni bizning do'konlarimizda har xil modellari bor ekanlar. Bu agregatlarimizni eng arzon modellari 800 ming so'mdan boshlab 1 million 800 ming so'mgacha variantlari bor ekanlar. Undan tashqari mana shunday chizellarimiz esa 650 ming so'mdan boshlab 1 million 400 ming so'mgacha variantlari bor ekanlar. Kelib, xohlagan variantingizni tanlab olishlaringiz mumkin. Motoblogning o'zini komplektlariga freza, dokument, ключ va 1 yildan garantiyalarni qilib beramiz. 450 talik korobkali variantlariga. Agarda sizga 650 talik korobkali kerak bo'lsa, bularga freza, dokument, ключ va 2 yildan garantiyalarni qilib beramiz. Motoblogning motori va korobkasi tomonlama 2 yil garantiyasi bo'ladi. Bu motoblogimizning hozirgi paytda narxlari hozirgi paytda 8 million 800 ming so'm baho aytyapmiz. Aytib o'tilayotgan narxlardan kami bor, kelishtirib beramiz. Agarda sizga 450 talik, 550 talik variantlari kerak bo'lsa, 8 million so'mdan boshlab 8 million 700 ming so'mgacha 550 talik korobkali variantlarigacha olishlaringiz mumkin. Va undan tashqari videoni boshida aytib o'tganimdek, kelib mana shu turdagi motobloglardan birini xarid qilib olganingizdan keyin mana shunday latunli qilib ishlangan 30 litrli dori apparat yoki-da mana shu turdagi benzapila yoki undan tashqari 100 xildan oshiq sovrinlar bizning do'konimiz ichida omadli barabarda joylashtirib qo'yilgan. Kelib, mana shu omadli barabarni siz bir marta aylantirasiz. Aylantirganingizda siz tashqarida ko'rgan dori apparatlaringiz va undan tashqari benzopilalar, shurpayor, bolgarka, dire shunga o'xshagan 100 xildan oshiq sovrinlar mana shu baraman ichida joylashtirib qo'yilgan. Kelib, baramanni aylantiring. Motoblogda aytib o'tilayotgan narxidan arzoniga qilib beramiz va undan tashqari mana shunday bonuslarini 1 so'm pulsiz tekinga yutib olish imkoniyatlaringiz bor. Bizning manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni akalar. Kimga sifatli va original motoblog xizmatlari kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirib qo'ydik. Shu nomerlarga aloqaga chiqib, bizning do'konlarimizdan sonlari chegaralanmagan holatda xarid qilib olishlaringiz mumkin.
Ma'lumotlarda to'liq tanishtirib o'tdik deb o'ylaymiz akalar. Agarda batafsilroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar akalar. Yana ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.